Hormeli bugun sizlarga foydali narsa ko'rsataman. Bu stakan va lenta deyiladi. Именно kripto birjada ishlaydiganlar uchun spotoviy и futuresni stakan bor. Bu web versiya hisoblanadi. Stakan.io deb nomlanadi, mana ko'rishingiz mumkin. Bu Bitcoinning futuresi, mana bunisi spoti. Boshqa Bitcoinlarni futuresdan tashqari boshqa coinlarni qo'shsanglar ham bo'ladi. Так, Bitcoinni pastda bular покупательlar, mana объемi, qaysi narxga qancha lot qo'ygani ko'rinyapti. Mana 27 ga 27 million. Tepadagilar bular продавецlar. Mana bu lenta. Agar qizil o'tayotgan bo'lsa, продажа bo'layotgan bo'ladi. Agar yashil o'tsa, mana ustida bu покупка qilishyapti. И qaysi narxda qancha объем o'tganini боковой объем ko'rsatadi. Bu yerda ham bor боковой объем ko'rsanglar bo'ladi. Buni grafikka birga ishlatsanglar bo'ladi, ya'ni grafik bilan birga Bitcoin важный уровеньлariga kelganda mana shu stakan lenta orqali grafik объемlarini ko'rib сделка qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda grafiki ham bor. O'zining grafiki, yonida lentasi, to есть stakan. Shu ma'lumotlarni olib ishlatsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar.